Suv filtr sotadigan firibgar firmalar borsa, Qo'shtirnoq ichidagi firmalar. Lekin unaqa 5 million, 10 million, 15 millionga filtr qo'yib aldanib qolmang. Ichida nimasi buni 10 million yoki nimasi buni 15 million deb betiga ayting ularni. Chunki bunday xalqimizda aldab yurish yaxshi emas. Mana bu bitta motorcha bilan aytib 10 millionga sotib ketish insongarchilikka ham to'g'ri kelmaydi, do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu filtrimiz 7 bosqichli suv filtrini hozir o'rnatyapmiz. Samarqand viloyati Qorasuv massiviga. Ushbu filtrimiz ochiq holatda, atayin ochiq holatda qo'yapman, necha bosqichligini ko'rishlaringiz uchun. Hozir bilamizki, ko'pchilik firmalar filtrning ichki holatini ko'rsatmay 10 million, 15 millionga bo'lib to'lashga qo'yib yuribdi. Demak, aka, siz o'zingiz masalan sizlar suv filtrni qanday buzlaysiz? Shu onlayn. Onlayn, ha? Uylaringizga firmalar kelgan, ha? Firmalar kelgan. Qancha degan narxini? 5 milliondan 15 milliongacha. 5 milliondan 15 milliongacha degan do'stlar. Mana ochiqdan ochiq video, men firmalar ham boshqalar ham ko'rib qo'yish mumkin, mijozlar ham. Suv filtri qimmat turadigan narsa bo'lmaydi do'stlar, chunki uning ichida hammasi mana 7 ta kartrij, mana 7 bosqich hammasi almashadigan qism hisoblanadi. Bitta nasos bo'ladi, eng qimmat turadigan qismi nasosi. Bu ham bo'ladigan bo'lsa 250 ming so'm chiqadi nasosi. Qachondir nasosi nimadir bo'lib kuysa 250 mingga almashtirasiz. Har qanday suv filtridan nasoslar 5-6 yilda suvning sho'rlik darajasiga qarab kirchatkalar yeyiladi, shunda seli nasos almashtiriladi, yana suv filtri ishlaveradi. Ko'pchilik firmalar bizning suv filtrimiz sensorli deb 10 million, 15 millionga sotib yuribdi. Mana bu ham sensorli filtr do'stlar. Lekin 15 million emas narxi, 2 million 100 ming so'm hozirdagi narxi. Hattoki sensorining narxi ham uncha qimmat turmaydi. 150 ming so'm turadi mana shu sensori joylik. Unaqa suv filtrining har bitta ehtiyot qismini aytib o'tishim mumkin. Ikkita magnit klapani 50 mingdan 100 ming turadi. Nasos 250 ming turadi, sensori 150 ming turadi. Qolgan kartrijlari hammasi almashadigan qismlari 400 ming so'm tursa, ustidagi kolbalar hammasi oshib bo'lsa shu 2 million 100 ga boradi narxi bizlarning hisob bo'yicha. Agar ikkinchi, uchinchi qo'l bo'lsa 3 million bo'lishi mumkin. Lekin unaqa 5 million, 10 million, 15 millionga filtr qo'yib aldanib qolmang. Suv filtr sotadigan firibgar firmalar borsa, Qo'shtirnoq ichidagi firmalar. Bemalol qo'rqmasdan filtringizni ochib ko'rsating. Ichida nimasi buni 10 million yoki nimasi buni 15 million deb betiga ayting ularni. Chunki bunday xalqimizda aldab yurish yaxshi emas. Ular sizga ko'rsatib bersin, nimasi 10 million, nimasi 15 millionligini. Mana bu bitta motorcha bilan aytib 10 millionga sotib ketish insongarchilikka ham to'g'ri kelmaydi do'stlar. Aynan bizdan oling demaymiz do'stlar. Bozorda o'rganib, bozordan olsangiz ham bo'ladi. Bemalol mana shu YouTube kanaliga Bektosh TV deb yozib video darslarni ko'rib chiqsangiz, qanaqa suv filtr tanlashni batafsil biz o'rgatganmiz. O'zlaringiz o'rnatib, o'zlaringiz bozordan olib, bizdan olmasangiz ham bozordan olib, o'zlaringizga yaqin bo'lgan bozordan olib o'rnatib olsangiz bo'ladi. Uyingizga borgan savdogarlar katta manfaat ustiga borishi mumkin. Chunki arzimagan foyda uchun hech qaysi savdogar sizning uyingizga borib o'z narsasini reklama qilmaydi do'stlar. Hozir bu filtrni yopiq holatini ham qo'yib ko'rsataman, suvlarini tekshirib yaqinlaringizga yuborib qo'yishingiz mumkin. Atayin shuni ochiq holatda ko'rsatdim, shuni insonlarni aldab ketishmasin, shu filtrni ko'rib ko'pchilikda tushunmaganlar tushunib ko'zi ochilsin degan maqsadda do'stlar. Hozir yopib ko'rsatamiz. Demak do'stlar, mana yopiq holatini ko'rsatishim mumkin. Mana hamma joyi cho'tki yopildi. Kirish va chiqish suvlarining tozalik darajasini ko'rsatib turibdi. Filtrlarning qanday holatdaligini ko'rsatib turibdi bu yerda. Va work, suv toza suv ishlab chiqarish degan hamma narsani ekranda ko'rsatib turibdi. Endi hozir sizga suvni tekshirib ko'rsataman. Firibgar firmalarning ko'pchiligi nima deb aldab ketayotganini hozir shu yerda bilib olishingiz mumkin. Ikkitalik semestitlda tekshiradi, bittasi lechebni, bittasi kumushlangan suv deb aldab ketishyapti ko'pchilikda. Hozir men sizga tekshirib ko'rsataman. Mana tozalanmagan suvni olamiz. Tozalangan suvni oldik, bunga tozalanmagan suvni oldik. Tozalangan suvdan olamiz ozgina. Demak, kumush rangli tarafini soldim bunga, qarab turibsizlar. Mana kumush rangli taraf, bunga sariq tarafini. Ko'pchilik firmalar kumushlangan suv va bu tarafidan lechebni suv deb sotib yuribdi. Har xil deb sotib yuribdi do'stlar. Bir gap bilan aytganda, ya'ni teskari osmos tizimi sizga toza suv chiqarib beradi. Bu hech qanday sizga masalan lechebni yo shifobaxsh deb sotishga masalan o'rinda bu sizga dori suv chiqarib bermaydi hech qachon. Yoki ko'pchilik firmalar aytib yuribdi ekan, kalsiy, magniy qo'shib beradi. Sizning organizmingizga kalsiy yetarlicha suyak yemirishlari bo'lmaydi degan narsalarni qilib ham sotib yurgan firmalar bor ekanda, lekin unaqa narsa yo'q narsa do'stlar.
Chunki organizm o'zi suvdan 100% kalsiyni ola bilmaydi. Biz organizmimizga kalsiyni asosan sut, qatiq, tvorog narsalardan olamiz. Ovqatlardan olamiz. Chunki bitta insonning organizmiga bir kunda 1 gram kalsiy kerak. Normal holatda homilador ayollarga 3 gram sportsmen bo'lsa 3 gram kerak bo'ladi. Biz 1 gram 3 gram kalsiyni suvdan olishda iloji yo'q o'zi. Hozir tekshirib ko'rsataman men sizlarga. Demak, mana bunga kumushlangan suv, kumush rangli tarafidan oldik suvimizni. Mana 58-57 chiqarib beryapti. Mana bunisi mana 5-4 chiqarib beryapti. Ko'pchilik aytayapti endi shu ikkala tarafi mana bunisi minerallangan deyapti-da. To'g'ri, minerallangan bo'lishi mumkin. Mineral filtrlardan o'tadi, T33 filtrlardan o'tadi, ya'ni kokosli ko'mirlardan o'tadi. Ma'lum miqdorda qo'shishi mumkin, lekin bu sizga bu beradigan 58 minerali sizga u organizmingizga yetarli bo'lmaydi hech qachon. Chunki suvni o'zidan kalsiyni ola olmaymiz bizlar. Suvni faqat chanqoqni qondirish uchun va inson organizmini tozalash uchun bir vosita kabi iste'mol qilinadi, toza suv bo'lsa. Lechebniy degan ma'noni ikki xil tushunishi mumkin. Ko'pchilik bu sizni davolaydi deyapti ekan. Albatta davolashi mumkin. Chunki ko'p joylarda suv sho'r bo'lgani uchun sho'r suvni iste'mol qilganda buyrakda tuzlar yig'iladi birinchi navbatda. Organizmda tuz miqdori oshib ketib, insonlarda qon bosimi oshadi. O'sha ma'noda tushunsa to'g'ri bo'ladi, albatta, lekin ko'pchilik xalqimiz buni olgandan keyin kasal bo'lmayman degan xayolga borib qolyapti. Yo'q. Baklashkadagi toza suvlar ham, bundagi suv ham bir xil. Xohlasangiz baklashkadagi suvni sotib olib iching, xohlasangiz suv filtri uyingizga, xonadoningizga o'rnatib, suv tashmasdan o'zingiz xonadoningizda birdan sviji olib iching. Plastik, misol baklashkadagi suv bilan buni ta'mi ikki xil bo'ladi, sababi bu to'g'ridan to'g'ri chiqargani uchun suvni bu mazaliroq hisoblanadi. Lekin ularda ham suv ishlab chiqarish, bunda ham suv ishlab chiqarish hammasi reversi osmosis, teskari osmos tizimi bir xil tizim. Shuning uchun firibgar firmalarni aldovga uchib bu filtr tillalangan, kumushlangan yoki bo'lmasa insonni davolaydigan suv chiqarib beradigan nazariyadan nariroq turish kerak. Shunchaki suv filtrini o'rnatayotganda toza suv oilam bilan iste'mol qilish maqsadida o'rnatyapman deb o'rnatsa maqsadga muvofiq bo'ladi do'stlar. Yosh bolalar uchun albatta toza suv kerak. Demak, batafsil ma'lumot berdim deb o'ylayman. Sizlarga yaqinlarimizga yuborib qo'yamiz ushbu videoni. Ushbu raqamlarga Telegramdan yozsangiz, ushbu filtrning ustanovkasini tashlab bering desangiz, tashlab ham beramiz. O'sha ustanovkaga qarab, xohlagan joydan filtr sotib, xohlagan joydan o'rnatishingiz mumkin. Xohlasangiz bizdan, xohlasangiz boshqa joydan, bozorni o'rgangan holda albatta. Videoda mana shu raqamga yozib qo'ysangiz, Osmos haqida batafsil ma'lumot, kengaytirilgan ma'lumotlarni yana ham tashlab qo'yaman sizlarga Telegramdan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.